Arafa kunini behuda narsalar bilan o'tkazmang. Arafa kuni iloji bo'lsa, sizni mashg'ul qiladigan hamma narsani bir chetga qo'ying. Telefon sizni mashg'ul qilyaptimi? Sizni band qilyaptimi? Uni sekin oling. Bir joyga qo'ying, qulflab qo'ying. Va zikr bilan, duo bilan mashg'ul bo'ling. Chunki Nabiy sollallohu alayhi va sallam eng yaxshi duo Arafa kunining duosidir dedilar. Sallallohu alayhi va sallam. Va mendan oldingi payg'ambarlar aytgan eng yaxshi zikr La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah. Lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Shuni ko'p ayting. Payg'ambarlar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aynan shu zikrni ko'p qilishgan. Eng yaxshi zikrlardan bo'ladi. Duo qiling va shu zikrni qayta ayting. Nima degani? La ilaha illalloh. Allohdan boshqa haq ibodat qilinadigan iloh yo'q. Uni sherigi yo'q. Lahul mulk unikidir. Va lahul hamd, butun maqtov unga xosdir. Va huwa ala kulli shay'in qodir. U har narsaga qodirdir. Demak, shuni takror ayting. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah. Lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Allohim bu kundagi qilgan duolaringizni, istig'forlaringizni Allohim qabul qilsin.